Assalamu alaikum aziz qarindoshlar. Bugun 2024 yili 6-oyning 14 kuni juma. Ehtimol diqqat qildinglar, hozir vaqt intayin sahar bizim bu yerda. Hozir atgan soat 7 bo'ldi. Men bugun ata bak oldashib ketgan bo'lib qilib, shunga bugun idoraning ishini boshlashdan burun videoni qo'yay deb chiqishim. Men Amerikaning Los Angeles shahrida yashaydigan Erkin Sadiq. Bu ikki haftada qilgan videoniki bir qismi shu bugungi shuni chiqishim. Bugun jami 4 mazmunda so'zlayman. Uniki bugungi so'zimda 4 mazmun bor. Uniki birinchi qismi Uyg'urlar xabari. Yaqinda Uyg'urlar xabarida ehtimol hammalar bildinglar. Cho'ngroq xabar bo'lib ketgan ish Turkiyaning tashqi ishlar ministri Hakan Fidan degan kishi Xitoyni 3 kun ziyorat qildi. 3 kun ichidagi bir kuni u kishi Urumchi Qashqarga berib, u yerlarni ziyorat qildi. Shu jarayonda ba'zi Uyg'urlar kurashib, paranglashib deganda ko'chada ashta bo'ldi. Bu nihoyatda jiq munozara qilinib ketdi Uyg'urlar ichida. Shunga men bu haqda ko'p to'xtalmayman. Faqat lekin bu yerda tilga qo'ygan bir narsa, bu kishi shu ziyorat jarayonida Qashqarni Türk ve Müslümanların qadimgi shahri deb dedi endi. Mushu gapiniki nihoyatda cho'ng ahamiyati bor. Nimishqa deganda Xitoy Uyg'urlarni yo'qotish uchun Uyg'urlarniki Turkiy millatlar bilan bo'lgan aloqasi yoki undagi bir qismi ekanligini inkor qildi. Uyg'urlarniki musulmonligini butunlay yo'q chiqarib, musulmon bo'lish gunohkordek bir holatga keltirib hozir Sharqiy Turkistonni bir xil dinsiz rayonga aylantirib oldi hozir. Ashta bu boshqa mushtaqil sharoitda makishniki berib, magaplarni deyishniki ahamiyatini aytdi cho'ng. Shunga Xitoyni vaqatda Xitoyga bir cho'ng zarba bo'lmasa qilib aytgan chog'da. Ani Uyg'urlar uchun bir cho'ng ilhom. Endi bu xalqaro davlatlararo munosabatda hamma kishi o'ziniki davlatining manfaatini birinchi o'ringa qo'yadi. Turkiya ham shu. Ashta bu boshqa bu qatimki 3 kun ziyorat jarayonida yuz bergan nurg'un ishlar biz Uyg'urlar yosh ko'rgan ishlar emas. Biz umid qildigan yoki bizni xush qildigan ishlar emas. Lekin iloji yo'q. Turkiya Xitoyda turgan chog'da bir ojiz davlat. Hozir iqtisodiy jihatda Xitoyga bak bog'lanib qoldi. Ashta bu boshqa nurg'un ishlarda o'ziniki manfaatini o'ylamas bo'lmaydi. Bu qatim tutqa yo'li shu soat bo'ladi endi. Shunga bu jihatda bundan ko'p qilishninki zurriyati yo'q deb o'ylayman. Lekin bugun deb qilgan yana bir ish, men o'tgan darslarga deb keldim. Bu yil biz Uyg'ur Project fondidan bir qism proyektlarni qisqartamiz degandim. Uniki ba'zilari 6-oyda boshlandi. Uniki 6-oyda boshlanganini qasd desanglar, Uyg'ur axborot markazi 6-oygachilik, bu yil 6-oygachilik haftasiga 5 program ishlab chiqarib kelgan, 5 program tayyorlab kelgandi. Uniki birisi xalqaro xabar, ikkinchisi Xitoy xabari, keyin qolgan ikkisi milliy roh, obzor yoki siyosiy analiz qatorliq mushtaq bo'lib kelayotgandi. Biz buni ikkiga tushirdik hozir. Hozir ikkiga tushirdik, haftada 2 program chiqadi. U milliy roh, obzor va siyosiy mulohiza shu 3 kategoriya bo'yicha bo'ladi endi. Shunga 6-oyda ahvol boshlandi. Shunga ehtimol diqqat qilgansizlar. Hozir Uyg'ur Project fondidagi chiqayotgan videolarning soni ozaydi. Shundaqdimi ikki muhim program meni davomlashyapti. Hargiz uniki sufiti bu yerga hech qanday ta'sir etmaydi. Bu ishni qilgan qarindoshlar hozir intayin kuchab qilyotdi. Shunga uni ko'rib taqib bo'lsa bormoq qilib qo'yinglar. Mani qilayotgan qarindoshlarga zo'r ilhom bo'ladi. Lekin Uyg'urlar degan jurnalda o'zgarish yo'q. O'tgan yil 12 sonini to'liq chiqara olmay qoldik. Bu yil misol asli bo'lyotdi. Buna bo'lishga sabab bu ishni bu jurnalni qilayotgan qarindoshlarimizniki birasi maoshli qolganlari fidokor bo'lib ishlaydi, xizmati bor. Ashta bu boshqa yetishib bo'lolmay, hozir jurnallarniki butun mazmun asri tayyor. Faqat uni to'g'ri chiqarib etishda biroz kechiq qilishlar bo'lyotdi. Xudoyim bo'lsa, bir yil qolmay biz butun
kam qilgan sonlarni chiqarib bo'lamiz. Shunga bu jihatdan hech qanday o'zgarish yo'q. Qog'ozlar burg'ida meniverdi. Andan keyin shu Uyg'ur xabarini ichida sizlarga deb qo'ygan yana bir narsa, shu Qurbon hayiti munosabati bilan Yevropadan bir qarindoshimiz Uyg'ur Project fondiga pul yana qildi. Kanadadan ikki qarindoshimiz o'ziniki qurbonlik qilish uchun atab chiqqan pulini qurbonlik qilmay Uyg'ur Project fondiga berdi. Ulardan birilan 1000 Kanada dollari, yana birilan 500 Amerika dollari. Andan keyin bizniki shu Uyg'ur Project fondiga har oyda iyon qilayotgan bir qarindoshimiz bor edi, Yevropada. Bu qarindoshimizmi yaqinda yana iyon qildi. Men Uyg'ur Project fondiga vakolatan bu qarindoshlarga chin ko'ngildan rahmat aytaman. Sizlarning yordaminglar biz uchun intayin muhim, millat uchun intayin muhim. Biz nihoyatda qadrlaymiz buni. Endi yana bir jihatdan Uyg'urlarning Xitoy yo'qdi siyosatiga bosh egmaydiganligi, milliy ozodligini qo'lga keltirmaguncha Xitoy mustamlakachilarga qarshi kurashini to'xtatmaydiganligini namoyon qilgan ishlar to'xtamay bo'lib turyotidi. Bu ishni eng ko'p qilayotgan, eng tirishib qilayotganlarniki o'rinlarning birisi Dunyo Uyg'ur qurultiyi. Buni sizlar Dunyo Uyg'ur qurultiyiniki kundalik xabarlarda anglab turyapsizlar. Shunga bu to'g'ri ko'p to'xtalmayman. Yaqında yeni bir iki misalını da qo'yay. Bunda ishlarni ko'p hozir. Uyg'urlar, chet ellik Uyg'urlar hozirmi o'ziniki yo'qolib ketmaganligi, jangovar ruhiy ega ekanligi, Sharqiy Turkiston mustaqil bo'lib qilib, Sharqiy Turkiston xalq ozod bo'lmoqchilik kurashni to'xtatmaydiganligini namoyon qilgan ishlarni dunyoniki hamma yerda qilyotdi. Buniki bir misoli Uyg'ur harakati tashkilotining raisi rahbari Rushan Abbas xonim, anikin Uyg'ur tadqiqot markazining direktori Abdukim İdris efendi qatorliqlar yaqinda Amerikaning Almuta konsulxonasida uchrashuv ilib bordi, Uyg'ur masalasini muzokara qilib degandek. Bunga Almutadagi boshqa bir qism Uyg'ur qarindoshlarimiz qatnashibdi. Andan keyin Germaniyadagi Uyg'ur rassom Marvoyit Hafiz xonimniki tashkillashi bilan bir qism rassomlar 6. ayındaki 7. günden 9. güngachilik Germaniyaniki München shahridagi bir madaniyat markazida To'g'roq ruhiy nomida Uyg'ur rassomlariniki maybuyoq haykel tarashliq va go'zal san'at asarlari ko'rgazmasi o'tkazdi. Bu nihoyat esli bo'ldi. Buniki bir qism videolari kunduzgi to'rlarga ko'p chiqdi. Men bu xonimni va bu qitimqi faoliyatga to'p qo'shgan boshqa qarindoshlarni qizg'in tabriklayman. Muborak bo'lsin. Nihoyat obdan faoliyatni birini qildinglar. Endi bunday ahvollar yana ko'p. Buni Uyg'urcha boshqa medialarda anglab turyapsizlar. Shunga vaqt munosabati bilan men shu ikkisini mumkin misol shaklida deb qo'yay. Endi yaqinda diqqat qilsak, hozir vatanniki hozirgi ahvolini namoyon qilgan bir qism videolar to'xtamay chet elga chiqyotdi. O'rnishni unutib qolibman. To'xtamay videolar sirtqa chiqyotdi. Bunun içinde yakında minik kesel manuşçuluk alların içinde bunda videolar var. Bir videoda bir toy meydanı, Uygurlarning to'yi bo'layotgan, bu to'yga kelib to'yni qizitib berishga kelgan yoshlar, yalanlagan yoshlar ekan. Kuniga 100 so'mdan, 200 so'mdan degandek pul berib kelgan yoshlar. Men buni o'tganda tilga olgan. Hozir Uyg'ur yoshlari nihoyat ozlab ketganligi uchun Müştaq Uyg'urlar to'y qilsa, shunga kelib qatnashib turadigan tuqqan, urug' tuqqan, birodar, do'st, og'aynilar yo'q. Ashtaq bo'lg'achqa yotlarni pul bilan yallab olib kelib to'y qiladigan ishlar bo'lib turibdi. Bu Xitoyniki ko'zbo'yamchilik, dunyoni aldash taktikasining birisi endi. Uyg'urlarni yo'q qilib etib, hozir endi müştaq yolg'ondan so'rin hozirlagandek ishlarni qilyotdi. Ondan keyin yana ko'pincha videolarda
ko'chalarda uyg'urlar qamagan odam qamagan ahvollarni ko'ryapmiz. Burungi nayda avat ko'chalar hozir hech qanday odam yo'q bir ko'chaga aylanib qolganligi meniki qat'iy esimdan chiqmaydi. Men 2006 yili yurtga borgan vaqtimda nimeniki Urumchiniki konsul ko'chasi degan ko'chada bir qatim bir do'stimning mashinasida o'tgan. Mashina shu ko'chaniki mabeshidan abeshiga chiqib bo'lguchilik intayin asta haydab mashinani kishilarga surkilib turib haydab mashina degandek ashta qilib yurib mabeshidan abeshiga o'tgandik. Ammo men shunchalik hayajonlangan o chog'da xalqimizning ichida qistilib menib degandek. Hozir endi o kunlar kemaski ketdi butunlay. Ondan keyin yana bir videoda Uyg'urlarniki yashin qolgan onlari kiyim-kechak ko'rsatish bir ko'rgazmasidagi yerda har xil kiyimlarni kiyib xitoylashtirilgan Uyg'urlarning kiyimini kiyib xalqlarning oldidan o'tib o'zining kiyimini ko'rsatish mashaq bir faoliyatni qilayotgan rasmlarni ko'rdim. U onlarniki ko'zdagi nafrat, parishonlik, azob chiqib turdi. Xuddi maymunga aylantirilgan insonlardek hayvonotlar bog'chasidagi hayvonlarga o'xshashandi. Bularni ashta narsalarni kaydirib mongdirib degandek nihoyatda ro'y jihatdan azob bo'layotganligi ularning chiroylaridan chiqib turdi. Mana shunday videoni ko'rdim. Demak, hozir vatanda sir tiqib qolgan Uyg'urlar rasmiy mashina odamga aylantirilib qopti deb ashtatib tushundim men. Men 2018 yildan burunlamkin Xitoyniki Uyg'urlarning nima qilmoqchiligi haqidagi planlarini anglagan. Buni shu zamdagi videolarda, leksiyalarda, suhbatlarda ko'p deb kelyapman. Mayli inglizcha bo'lsin, uyg'urcha bo'lsin. U nima degan chog'da Twitterda buncha yozdim buni. Xitoyniki maqsadi Uyg'ur nüfusuniki 1/3 qismini yo'q qilib, 1/3 qismini sulab degan vaqtida lager, turma va majburiy emgak zavodlari Xitoy o'lkalari o'shalarga sulab, sirtda faqat 3/1 qism nüfusini qoldirib qo'yish bir planning borligini. Amerikaniki statistika bo'yicha Uyg'urlarning nüfusi 20 million 2017-yildan burun. Ashta vaqtda 3/1 qismi degan gap 6 yoki 7 million degan gap. Bu hozirga qadar ma'lum bo'lgan Xitoyniki boshqa planlar bilan birdek endi. Hozir endi mush ahvollar rasmiy amalga oshib bo'lgandek mushta bir ko'rinishlarni beryapti bizga. Kuchlarda adam yo'q. Endi kechiringlar, meniki do'stlarim menga davomli meni eskartib turyapti, imkon bor yaxshi xabarlarni deb xalqni umidsizlantirgan xabarlarni demasak deb. Lekin endi ahvollar bo'lg'achqa deb qo'ygim keldi. Men tirishyapman yaxshi xabarlarni ko'proq deyishga. Yaxshi xabarlar ko'p bo'lmagandan keyin qozon nima bo'lsa shu chiqadigan ishga deyishga majbur bo'lib qoldik edim. Endi ikkinchi mazmun xalqaro xabar. Bu jihatdagi birinchi cho'ng xabar shu chorshanba kuni 2 kun oldida Amerikaniki Avam palatasida bir qonun loyihasi ma'qullashdan o'tdi. 391 odam qo'llabdi, 26 odam qarshi chiqibdi ashta qilib. Bu nima desanglar, Tibet haqidagi bir qonun loyihasi Avam palatasidan o'tdi. Bu qonun loyihasi undan burun Kengash palatasidan o'tib ekan. Shuning bilan hozir endi Baydenning qo'liga beribdi, imzo qo'ysa, bu bir qonun o'zgardi. Bu qonun Tibet haqida Tibet Xitoy ixtilofini hal qilish haqidagi bir qonun loyihasi ekan. Endi mushu qonun chiqqandan keyin Amerika hukumati Xitoyniki Tibet haqidagi xato uchurlarini yo'qotish ishlari uchun bir qism pullarni ajratadi ekan. Ya'ni Xitoy Tibetlarniki tarixi, Tibet xalqi va ularniki
qurilmalari haqida hozirga qadar butunlay dunyoga xato ma'lumot beryotidi. Tibet qadimdan tortib Xitoyniki ayrilmas bir qismi deganga o'xshash. Amerikanda ma qonunni chiqarib Xitoyniki ashundoq dunyo taqtiyotgan ma'lumotlarni inkor qilish mushsad ish yapar ekan. Endi bu intayin bir yaxshi ish. Bu Tibet haqidagi xabarlar bek aziyib ketgan, uzoq bo'lib ketdi. Yaqinqi 4-5 yil asosan Xitoydagi izlagan millatlar haqida gap bo'lsa, asosan Uyg'ur haqida ham gap bo'ladi endi. Mana shunday bir tuyuqsizlik tuyuldi. Mushtaqa bir narsa chiqibdi, bu intayin cho'ng ish, yaxshi ish. Yaqin kelgusida Uyg'urlar uchun mushtaqa bir narsa chiqsa endi. Bu sohada dünya Uyg'ur qurultiyi to'xtamay ishlarni olib boryotidi. Men o'zimniki videolarda sizlarga izchil turda deb keldim bu ishlarni. Shunga bu bir cho'ng qadam bo'libdi Tibetlar uchun. Ondan keyin o'xshash bir narsa 6-yanın 10-cu kuni Kanadada chiqdi. Kanada parlamenti Tibetlarniki o'z huquqini o'z belgilashini qo'llaydigan bir qonun loyihasini tasdiqladi bularmi? Tibetlarniki o'z taqdirini o'zi belgilash huquqini ilgari surish qonun loyihasi deydi. Bu Kanadadan o'tibdi. Bu qonun loyihasida deyilishicha Tibet xalqi o'ziniki ijtimoiy, iqtisodiy, madaniyat va diniy işlerini o'zi boshqarish huquqiga ega bir millat, qadimdan tortib boshlab bo'lib kelayotgan bir millat deydi. Andan keyin bu millatniki o'ziniki keyingi Dalay Lamasini yoki ruhiy liderini o'zi tanlash huquqiga ega. Mushundaq bir qonun loyihasi ekan. Bu Amerikada chiqqan narsaga xil o'xshab qoldi endi. Bu ikki qonun oqibatdan chiqdi. Menimcha bu Tibetliklar uchun bir cho'ng ish. Xudoyim bo'lsa, yaqin kelgusida Uyg'urlar uchun mushtaqa bir ishning bo'lib qolg'isi. Xalqaro xabarda yana bir xabar yaqinda hozir Amerikada har kuni degidek shu paranlar bo'lyotdi. Yaqinda Amerikada Prezident Biden'ninki o'g'li Hunter Biden ustida bir sud ochildi. Bu Hunter Biden'ninki bu qonunga xilof ishlardan natijasi bor endi. Bunun ichida bu qatam sudga tortilgani shuni birisi, uniki qonunsiz qurol sotib olganlik va yolg'onga qilganlikmish. Qurol sotilish bilan munosabatli ishlarda yolg'onga qilganlik gunohlari ustida bir sud ochilib, 3 xil gunohning hammasi rost bu jinoyat deb hukm qilindi endi. Bu o'tganda Trumpniki o'xshab qoldi. Sudki jury deganlar 12 odam ular hukm qilib bu gunohkor ishlar rost degan bir hukmni chiqardi endi. Shunda qilib buniki kengishlar qanday bo'ladi bu aniq emas. Hozir Amerikada shuni cho'ng xabar bo'lyotdi. Shuning bilan yani bu yılki Amerika'daki prezidentlik saylamida bir çoğun cinayetçi Trump bilen yani bir çoğun cinayetçi Hunter Biden'ın dadası çıkılan prezidentlik saylamı uçuştuğun oldu. Dünyada acayip işler 101 vatıdı. Bu anda şu acayip işlerindeki birisi endi. Bu yıl dünya Amerika'da acayip bir iş bulmak endi. Prezidentlik saylamı hakkında. Şu aldığımızdaki 6. ayındaki 27. günü Biden bilen Trump prezidentlik saylam münazirasiga tushdi ekan, birinchi meydan münazirasiga. Endi Amerikada bir media bor. Bu Forbes Breaking News deydi. Forbes Breaking News degan buniki 3.150.000 agashkisi bor ekan. Shuniki Steve Forbes degan kishiniki bir programmasida bu odam deydi. Şu 6. ayındaki 27. günden burun
Bayden bu yıllık prezidentlik sayılmadan çekiniş mümkün deydi. Sebep bu nima desa, hozir Amerikada Bayden'deki davamlıq demokratlar ichida davamlı prezident bo'lishiga qarshi bir xil kuch bor ekan. Buni bu keyingi 4 yilni davomlashtirolmaydi, ortiqcha chataq chiqadi deydigan. Shular hozir aytib besim qilganda qildi. Baydenni sen tushib ket, bu qatim prezident bo'lma deb. Endi u tushib ketsa nima ishlar bo'lib ketadi, qilolmaydi. Agar Bayden saylanib bo'lgandan keyin o'ziniki raisligini davomlashtirolmay qolib qolsa, uning o'rniga Kamala Harris degan ayol chiqdi endi. Bu qatim agar saylanma qatnashmasa, uning iziga boshqa nomzod chiqarish mumkin. Ish qilib oldimizda yana hali ishlar bo'ldigandek turadi. Mana qaranglar hozir. Hozir Amerikada shu prezidentlik saylami uchun Trumpga pul berdiganlarning soni davomli ko'payyotdi. Buning ichida demokratlarga tava shtatlarning ichidami Trumpga pul berayotganlarni chiqyotdi hozir. Bir yangilik, burun bunday ishlar bo'lmaydi. Hozir aytashda bir yangiliklar bo'lyotdi. Bugün so'zlaydigan 3-mazmun Xitoy xabari. Amerika 2022-yilda bir qaror chiqargan. Shu qaror bo'yicha Amerika davlat istixborot idorasiniki boshlig'i Amerika hukumatiga Xitoyniki markaziy hukumat amaldorlarining chiriklashish ahvoli haqida bir dekret yazıp yollash shu qaror qilindi ekan 2022-yili. Yaqinda bu dekret bitibdi. Bitib uniki bir yana bir tardaqtaylik bir nusxasi. Shu nimada Amerikaniki Amerika Kongresining ichida bir kichikroq istixborot tadqiqot guruhi bor ekan. Bu dekretniki shu tadqiqot guruhi uchun tayyorlangan bir nusxasi yaqinda oshkorlandi biroz. Oshkorlanib, shuning ichida Xi Jinpingniki oila iqtisodiga oid bir qism uchurlar o'tirib chiqdi. Bu nayta cho'ng xabar hozir. Bu chet eldagi Xitoy jamoati ichida nayta cho'ng xabar. Endi shu dokladda deyilishicha Xi Jinping degan jallodniki 2012-yili, ya'ni Xi Jinping Xitoy Kompartiyasiniki bosh sekretari bo'lishdan burun, aşı taxtga chiqishdan burungi iqtisodi 372 million dollar ekandik. Agar uniki oilalik, hadisi, singlisi, aksi deganda, inisi degandek ashlarniki pullarni qo'shsa 700 milliondan oshadi ekan endi. Ashtaroq pul suv ekandik. Hozir endi Xitoy analizlarniki deyishicha buniki boyligi kam deganda bir 100 ko'paygan bo'lishi mumkin deydi. Bir 100 ko'paygan bo'lishi mumkin deydi. Shunga 2012-yildagi boyligi 372 million dollar ekan. Endi Amerikaniki maoshini qilishiniki ahamiyati bek zo'r. Men sizlarga o'tganda degan Xitoy Tayvanga qurolli hujum qilib qolamdi deganda, agar bu hujum qilmoqchi bo'lsa, oldi bilan chet eldagi urug' tuqqanlari bilan chet eldagi pul boyliklarini Xitoyga olib berish kerak. Uni olib bormaganda ularning butun boyliklarini to'ng'itib o'tadi. Bu butun Xitoy hokimiyatidagi hamma odamlarniki manfaatiga berib ta'sir ko'rsatgan bo'lgani uchun uning ichki jihatdan qarshi bak cho'ng chiqdi degan. Amerika hozir dekretni tayyorlashga sabab shu. Agar Xitoy Tayvanga hujum qilib qolsa, shu Xitoy rahbarlarining chet eldagi pul boyliklarining hammasini to'ng'itib o'tadi bular. Bu ishni Rossiyaga qildi. Rossiya Ukrainaga hujum qilib kirgandan keyin Rossiya davlat amaldorlarining chet eldagi g'arb davlatlaridagi pullarini hammasini to'ng'itib o'tdi bular. Shunga agar Xitoy Tayvanga hujum qilib qolsa, endi o'xshash ishni qiladi. Mavu shu sohada qilayotgan ishlarniki bir qismi boshlanishi endi. Ashtaqa boshqa buniki ahamiyati bek zo'r. Ikki nuqtadan birisi mushtaq ish. Xitoyniki chet elda nurg'un tuqqanlari, Xitoy rahbarlariniki 2-3 xotinlari degandek nasr bor, pullari bor. Bu birinchisi, ikkinchisi Xitoyniki harbiy kuchi intayin saqt kuchi hozir. Ularniki bir Tayvanga hujum qilib, Tayvanni urush qilib holati borligiga men ishonmayman.
o'tganda sizlarga deb berdim bularniki raketalarga qachongan yiqilg'u suyuqligi suv deb bular mayni setib o'tib ichiga suv qachlab qo'yibdi deb ishqilib bir qism ishlar bor ashlar boshqa Tayvanga hujum qilish ehtimolligi hozircha cho'ng emas keyinchi qanday bo'ladi uqilmaydi hozir cho'ng emas mushlar omillar bor bu yerda yaqinda amerikaniki tinch okean rayoniga mas'ul bir harbiy qo'mondoni muxbirlarga so'z berib deydi biz minglagan uçuşsuz hücumcu aeroplanını tayyorlab qo'yishimiz kerak deydi. Mushta quvvatimiz degandek. Quvvatimiz vaqti kelsa agar Xitoy Tayvanga hujum qilishniki biroz sharpsizlik qilib qolsa, masalan dengiz bo'yiga askarlarni akilib Tayvanga qarab yo'lga chiqish degandek. Mana shuni qilib qolsa biz oldi bilan shundoq minglagan uçuşsuz kichik aeroplan bilan hujumga o'tib ularni shu o'z joylarmikin propaganda qilib deydi. Qilib ular o'zini o'xshab qo'yuvchilik biz ularni tutishga ro'ris tayyorlab qolaymiz deb. Mushtar bir gapni debdi yaqinda. Amerikaniki Tayvan Xitoy urushidagi bir taktikasi, strategiyasi nuqtasida mushtar gaplarni debdi. Yaqinda chiqqan va ikki kunning mobaynida chiqyapti yana bir xabar. Hozir Yevropa birligimi Xitoyniki elektronlik mashinalarga aşağı eksport qilgan mashinalarga bajni ko'paytirishni qaror qildi. U Xitoyniki o'xshamagan mashinalarga qo'shilgan baj o'xshamaydi ekan. Eng ko'p qo'shganchada 38% qo'shilgan bo'pti. Xarinlarda bor Amerika 100% qo'shmoqchi. Buniki sababi Xitoy davlatniki yardım bilan bu mashinalarning birisi davlatning yordami bor, ikkinchisi Xitoyda emgak kuchi arzon bo'lgani uchun bu mashinalarni intayin arzon ishlab chiqaryapti. Bu mashinalarni Yevropaga akirsa, Yevropaniki elektronlik mashina sanoati butunlay vayron bo'ldi. Xitoy Yevropa Amerikaniki nurg'un sanoatlarni vayron qilyapti mushtaq taktika bilan. Hozir bu elektronlik mashinaga o'tib ekan, endi Yevropami biroz uyg'onib bu jihatda bajni o'stirish qaror qildi. Ayni vaqtda Trump Xitoyga qaratgan Xitoydan kirgan mallarga bajni o'stirgan chog'da Yevropa birligi norozi bo'lgan. Sen savdo erkinligini buzding, bunda qilmasliging kerak deb. Endi bugungi kelgan chog'da 4 yildan keyin Yevropa birligi qilyapti bu ishni. Demak, bu yerda Yevropa birligidan biroz uyg'onish bo'lyapti degan gap endi. Xitoyning ahvoli intayin nachar. Kun sayin nacharlashyapti. Iqtisodiy jihatdan vayron bo'lishga qarab. Buniki ba'zi alomatlari yaqinda Xitoyningki ba'zi joylarda Xitoy fuqarosi o'ziniki bankka qo'ygan pulni bankdan olmoqchi bo'lsa, agar pulniki miqdori 20 ming so'mdan eshib ketsa, saqchi o'rindan oldindan ruxsat olish kerak. Ashta bir qoida chiqaribdi. Paychosoga berib, ulardan bir ruxsat olgandan keyin, andan bankadagi pulni olar ekan. 20 ming so'm pulni olish uchun ashta qilgan ishlar chiqib turibdi. Andan keyin Xitoyda hozir shirkatlarniki vayron bo'lishi intayin og'ir. Bu jihatda xabarlar bek ko'p uni deb o'ltirmayman. Ashta boshqa ishsizlik bek og'ir. Andan keyin kishilarniki kirimi intayin tuvalab ketyapti shiddat bilan. İdare organlar, yerler pul, maaşını veremey. Tünögünki bir haber qarasam, Xitoydagi bankada ishlagan kishilarniki, xodimlarniki oylik maaşı $1000 bormaydigan ahvollar hali ko'pkan hozir. Bumi boshqa sohalarga qaraganda ko'p yaxshi deydi. Boshqa sohalarda maaşını bermayotgan ahvollar pek og'ir deydi. Andan keyin yana birisi Xitoyda tabiiy ofat yine davomlashyapti. Mana oldingi bir qancha kun ichida Xitoyniki ba'zi joylariniki temperaturasi 60-70 gradus chiqadi deydi. Bu degan bir ajoyib cho'ng yuqori temperatura endi bu. Siz Celsius bo'yicha davatida buni. Xabarlarda bor 100 gradusda suv qaynaydi. Turpanniki temperaturasi 40-45 gradus odatda bizning vatan turpanniki. Shu bu 60-70 gradus degan ajoyib ish endi. Men tun bu xabarni anglab hayron qoldim.
Bütünlay shu yağmurga tayinib yezilik ishlar bilan shug'ullangan ko'p joylarda hozir yağmur yağmag'ili 50 kundek bo'lib ketib, butun yezilik ziraatlari qurib o'lib ketgan ahvollar bo'lib turibdi. Xitoyda işte ofatlar bo'lib turibdi. Yaqinda xalqaro xabar bo'lgan yana bir ish, Google hozir qadar shu sun'iy aql AI, sun'iy aql ishlarida hali boshlang'ich bo'lib menayotgan g'arbda endi. Yaqinda ba'zi kishilar shu Google yasagan sun'iy aqlni sinab beqibdi. Sinab beqib nima Xitoyniki hozirgi ahvollari qandoq, Xitoyniki liderlarga qandoq deb qaraysan deb savollarni so'rasa, rasmiy Xitoy kompartiya hokimiyatiniki tashqiyot bilan o'xshash gaplar chiqibdi unga. Ovozda so'ragan chog'da hatto javob bergan kishining ovozi Xi Jinping degan jallodniki ovozi o'xshash deydi. Ashta ovozlar chiqibdi. Andan keyin Tibet Uyg'urlar to'g'riliq savol so'rasa jim turyapti. Yoki men bu temada so'zlayolmayman deb ashadab turyapti. Bu Amerikadagi Google shirkatiniki qurolda bo'layotgan ish endi. Ashta boshqa nurun kishidan cho'chitibdi bu ahvol. Hozir shu sun'iy aql sohasida g'arbda mayli olmi shirkati bo'lsin, Google bo'lsin, Facebook boshqa nurg'un yerlar bor endi. Shu sohada yuqori o'rinda ishlaydigan odamlar ichida Xitoylar bakchiq. Xitoylar bakchiq, Google Xitoy bilan rasmiy tadqiqot ishlarida kelishim tuzib ishlarni olib berayotgan. Hozir qaraganda Google'niki bu nasrini Xitoy egallab qo'yishaydi. Nasrini ko'rsanglar bu hargiz Amerikaning shirkatidek hech qanday alomat yo'q. Rasmiy bir Xitoyning shirkatidek lamkan endi. Ashta bo'g'il turibdi. Mushunga asosan ba'zi analizchilar Google shirkati shu sun'iy aql sohasida og'ir ziyon ushirishi mumkin deydi. Amerika Google shirkatini cheklaydigan qonunlarni chiqarish mumkin. Shu orqali Google'niki bu sohadagi ishlari vayron bo'lishi mumkin degan farazdan o'tirib qo'yotdi. Men anlab men tushib ketdim. Bu qanday qilib Amerikaning shirkati mushtaq bir holatga tushib qoldi deb. Bugungi 4-chi mazmun, oxirgi mazmun yana Uyg'ur Project fondining ishida ozroq to'xtalmayman. Men yaqinda bir maqola tayyorlab chiqaryapman. Tarixning sohalari degan maqola. Bu maqola bizniki navbatdagi vaziyatimiz uchun intayin muhim. Men shuni tanlagan. Aslida emas men uchun. Mening oilam bor, xizmatim bor. Uyg'ur Project fondidagi tashkilotlar va men ma'nduryapti, beshida turayotgan. Unda bilak men o'z oldimga ish qilib, maqola tayyorlab, ashta qilyapman. Ashta boshqa kunlarimni oldirash jafoda o'tadi. Ma narsalarniki qilayotgan narsalarniki kurilish qitim soni xil obdan bo'yatadi. Videolarni anglaydiganlar bo'lib, 1800-1900 adam anglatadi har bir bo'limini. Lekin ma 3-bölümüge qarab baxsam, anlaganlar 1800 adamdan eşipti. Lekin uni yaxshi ko'rib barmoq berganlar 13. 13 adam barmoq beribdi. Men odatda kishilar barmoq berdim, bermadimmi, buni qanday qaradi, ancha qarim yo'q. Şimdi o'zim to'g'ri degan ishni qilib ketaveradi odam. Burnimni tatib yashab keldim. Lekin endi bu yerda bir narsani deb qo'ydim, yolg'iz men uchun emas. Hozir shu chet el hayotida jiddiy yashab turib, Uyg'urlar uchun ancha ish qilayotgan qarindoshlarniki engigi bo'lsa, biroz minnatdorlikni bildirib qo'yinglar. Barmoq birdaga barmoq berib degandek. Barmoq berganga pul olmaydi hech kim. Pul xashlamaydi bergan bo'ldi barmoqni bekorga haqsiz. Men malaga pek hayron qoldim endi. 1800 adam anglabdi, oran 13 adam barmoq beribdi. Menimcha qolgan anlagan qarindoshlarniki buni yaxshi ko'rmaganligi, yaxshi ko'rmasligi mumkin emas. Kam deganda bir 50% adam yaxshi ko'rgandi. Lekin ashunga urilib qilib bosmaganligi. Ana buni barmoq besib qo'yinglar, meni demoqchi o'g'lim. Yolg'iz men uchun emas. Bu yerda men sizga bir amaliyot fanlab qo'ray. Odamniki psixologiyasi ajoyib bir murakkab narsa. 2005-2006 yillardan keyin men nurg'un maqola yozdim Uyg'urcha.
haftasiga bir parcha maqola yozdim. U chog'da men yozgan maqolalar vatandagi to'rbatlarga chiqadi endi. Biz faqat bir to'rbatga chiqardik. U chog'da Amerikada bilval.com degan to'rbati bor edi, Qurbonjon inimizniki. Shu yerga chiqardi vatandagi qarindoshlar uni ko'chirib chaplaydi endi. Shu chog'da bu kirish qatim soniga qarab men intayin zo'r ro'y uzuq olatdim endi. Shu vaqtda Uyg'urlar do'tamas aqlliq degan bir maqola bor edi. Shuni men qancha to'rbatiga chiqqandi deb bir qatim tekshirib baqqan. Tekshirib baksam vatandagi 65 to'rbatiga chiqibdi ekan. Vatandagi 65 to'rbatiga chiqibdi. Andan keyin uni shu to'rbatlardagi eng oz o'qilish soni 1 ming, eng ko'p o'qilish soni 50 mingdan ko'p endi. Ashta bo'lg'achqa mana shundaq ro'y uzuq bo'ladi endi. Ro'y uzuq bo'lib, shunga har haftada bir parcha maqola bitirdim. Uzun maqola uzun. O bir parcha maqolani bitirish uchun 20 soatlik vaqtim ketadi kam degan chog'da. Ammo maqolaniki vatandagi xalq ko'rsatgan qiymatiga qarab turib ilhomlanib mushani qilgan. Hozir ba'zida ma'afalarni ko'rib o'ylab qoldim, bu agar chet eldagi Uyg'urlar mushtaq ketaversa, millat sig'indirganlarga minnatdorlik bildirish, bu bir odatki bir axloq, bu axloq mayli dinda bo'lsin, mayli boshqa jihatda bo'lsin, minnat sig'indirganlarga bir minnatdorlik bildirib qo'yish, bir qoidati bu, urf odat, axloqiy qoidati. Hozir chet eldagi Uyg'urlar buni qilolmasa, bora Müştaq chet elda jiddiy turmushda jafo chekib ish qilayotgan qarindoshlar bora uxlayotgan bo'lib ketadi. Uxloldi amalan, ish qilmayotgan bo'lib qoldi. Shunga bu gapni bir qatim deb qo'ydim. Men uchun emas, men o'zimniki qanday yashash shaydaligini tanlagan yo'lni tanlab qo'ygan bundaki müştaq kelaverman. Lekin hozirgi chet eldagi Uyg'urlar ichida shu xolisona fidokorlik ish qilish jihatda sushish erilishib ketyotadi. Burunga qaragan chog'da vatanniki vaziyatida yaxshilash bo'lmagandan keyin kunimiz bo'lgansa nacharlashib ketayotgan bo'lgandan keyin shunga chet elda barmoq birdigan qarindoshlar ozlab ketsa, men demoqchi o'g'lim, texnik odamlarni qo'llatamiz biz. Shunga bu ishga sal ahamiyat berib qo'yinglar. Barmoqni aymay biringlar, pul olmaydi. O'sha orqali ish qilayotganlarga biroz ilhom bo'lib qolsin. Ondan keyin yana bir deb qo'yganim, bu tarixningki saboqlari degan kitobning o'zi ham mutaxassislarniki muzokara mulohazasiga tayyorlangan kitob emas u. Odatdagi xalqlarniki o'qib foydalanish uchun tayyorlangan kitob. Bu maqolam shu. Buni har qanday odam o'qib tushuna oladi buni. Ondan keyin bizningki navbat ahvolimiz bilan intayin munosabatlik, tarixning saboqlari. Masalan, Müşün içinde mandaq bir yakun var. Millet medeniyetini yaratmaydı. Belki medeniyet milletini yaratıdı. Bu ne degan gapdan ala? Amerikaga kelgan Uyg'urlarniki Amerikada balasi tug'ildi. Bu balniki qani Uyg'urning qani. Lekin u bola agar Uyg'ur medeniyetida cho'ng bo'lmay, Amerika medeniyetida cho'ng bo'lsa, u amerikalik bo'ladi. Millat jihatdan amerikalik bo'ladi, Uyg'ur emas. Maqolaning mazmuni shu. Buniki misollari intayin ko'p, hamma davlatlarda bor. Shunga bu yakun bizga nimani deydi, nimani o'rgatadi desa, biz millatni saqlab qolish uchun madaniyatimizni saqlab qolishimiz kerak deganini deydi. Bu bir misol. Bu kitob intayin eg'ir kitob. O'zi bek kichik, lekin bek eg'ir, mazmuni bek cho'nqur. Shunga nurg'un ajr so'ndirib tayyorlayapmiz buni. Men Uyg'urcha yozaman, bir inimiz tahrirlaydi, ko'nglingizni o'zgartirdi. Undan keyin men Facebook'ga to'rbatiga chiqaraman. Undan keyin Parizat g'ayrat singlimiz uni o'qiydi, o'qib video qilib turdi. Men uni YouTube'ga chiqaraman degandek. Mushundaq nurg'un jarayonlar tayyorladi bu. Shunga anglab qo'yinglar, anglab qo'yinglar. İnsan için bilim pek qimmatlik. Uyg'urlarmi o'ziniki hozir qandayroq bir holatning ichida ekanligini bilish kerak. Ma maqola shuni o'rgatadi bizga. Biz bir qanday holatda, bundan keyin qanday yashasak bo'ldi degan. Shunga buni bir anglab qo'yinglar. Andan keyin barmoq berib qo'yinglar. YouTube'larga ergishib qo'yinglar. Mayli meniki YouTube kanalim bo'lsin yoki Uyg'ur axborot markazining bo'lsin, barmoqni
zirikmay, vurullik qilmay bir qo'yinglar. Ajr so'ndirayotgan qarindoshlarga nayt zo'r ilhom bo'ladi. Şunu bunu bir dep qeydirdim. Andan yana bir gap, biz hozir davr va biz degan kitobniki 2024 yillik nusxasini tayyorlayapmiz hozir. Bana 30 parça maqal gap bo'ldi. Hozir maqallarni tayyorlash bosqichida biz Xudoyim bursa 9-yillik kitobni nashr qilamiz. Shu maqolani tayyorlashga odam lozim bo'lib qoladi. Bizniki hozir 6 kishilik bir tayyorlash guruhi bor, sal yetishmay qoladi. Shunga shu maqola, Uyg'urcha maqola tayyorlash jihatida iqtidoriy tajribasi bor qarindoshlar agar xohlasanglar, men bilan aloqalashsanglar, ehtimol eng ko'p bo'lsa 2 maqola tayyorlaysizlar. Qisqani tugaydi deb o'ylayman, 2 yoki 3 maqola. Shunga mashni bitirib olaymiz. Hozir mustaq odam sal kamchilik qiladi. Men bilan aloqalashgan bo'lsanglar. Bu tahrirlarniki ismi kitobning eng beshiga kirgiziladi. Sizlarniki bu töhbanglar xotirlandi, tarix xotirlandan nima chiqib aytgan chog'da. Ondan keyin shu maqola yo'llagan qarindoshlarning ichidagi bu yil Istanbulga kelib leksiya beradigan qarindoshlar menga shu 16-yildan oldimizdagi yashash kuni kashdan burun menga xabar qilsanglar. Shuni asosan planlayli degan keyingi ishlarni shu 16-yildan burun xabar qilsanglar menga. Ondan keyin maqolani topshirib olmagan qarindoshlar buning uchun tutsanglar. Endi topshirmasanglar belki kechikib ketadi, shu. Shuna qilib shu ba'zi yerlarda biz turgan yerda 16-yilda qurboniyat bo'ldi ekan, ba'zi yerlarda 17-yilda bo'ldi ekan deb anladim men. Shuni qurboniyat qilyotdi. Sal baldır bo'lsin-mi, hamma qarindoshlarniki qurboniyatiga muborak bo'lsin. Qurbonlikqa pul yig'ib, ammo qurbonlik qilmay pulini Uyg'urlar uchun, Uyg'ur ishlari uchun iyon qilgan qarindoshlarga ko'pdan ko'p rahmat. Alloh ajrlarini bersin. Endi kelar qatim kirishcha aman bo'linglar. Xayr xo'sh, Allohga omonat. Bugun men biroz saqsiz qilib, sal biroz charchagandek chiqib qo'yapman. To'g'ri tushunasizlarmi? Ammo salomatligim yaxshi, biroz necha kun oldida, bir necha kun bo'ldi, biroz saqsiz bo'lib qolgandim. Ma'qul amsa. Xo'sh, Xudoyim omonat.